Xitoyning rasmiy matbuotlari o'tgan bir yilda Sharqiy Turkistonda jami 1.120.000 Xitoy ma'murining rayon tavasidagi 1.690.000 oila bilan qo'shmoq tuqqanlashib, qo'nib qolganligi xabar qilindi. Xabarda ularning bu oilada turish muddati haqida ma'lumot berilmadi. Xalqning bu Xitoy ma'murlarining o'z uylarida qo'nib qilishiga rozi yoki emasligi tilga ilinmagan. Pakistan prezidenti Arif Alvi davlatining Sharqiy Turkiston masalasida Xitoy bilan birlikda ekanligini aytdi. Al Jazeera'ning Xitoyning Sharqiy Turkistonda qurgan jazo lagerlari, elib berayotgan kishilik huquq tajovuzchiliklari va rayondagi musulmonlar haqidagi qarashlari haqida so'rgan savollarga Pakistan prezidenti Arif Alvi Pokistonning pozitsiyasi Xitoy bilan o'xshash. Bundaq bir ish bo'lgan taqdirdami, buni Xitoyning ichki ishi deb qarayman. Xitoyning o'z xalqi bilan munosabatlarini eng yaxshi shaklda bartaraf qila oladiganligiga ishonaman deb javob berdi. Xitoy davlat raisi Xi Jinpingning 1979-yili e'lon qilgan va Xitoy bilan Tayvanning tinch shaklda birlikka kelishi tashabbus qilingan Tayvanlik qarindoshlarga murojaatnomaning e'lon qilinganligining 40 yillik munosabati bilan qilgan so'zlari diqqat tortdi. Tinch shaklda birlikka kelish uchun samimiyat va tirishchanlik ko'rsatganligini bildirgan Xi Jinping Xitoyning Xitoy bilan urushmaydiganligini, lekin qurol kuchi ishlatishdan voz kechmaydiganligini, zarur tadbirlarni qo'llanishdan yonmaydiganligini aytdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Eron yaqinda qo'yib berishni planlagan 3 olam kemisida qo'llanilgan texnikaning qit'alar orasi boshqarilgan bomba texnikasiga o'xshab ketadiganligini bildirdi. Hamda Tehran doiralari bu ishni to'xtatmasa, texnik kuchlik iqtisodiy va diplomatik embargo tahdidiga duch kelganligini ogohlantirdi. Isroiliya Amerika prezidenti Donald Trumpning Eronning Suriyada xolig'ini qila oladiganligi ma'nosidagi so'zlaridan hayron bo'lganligini bildirdi. Isroiliyadagi yuqori darajalik bir manba Trumpning so'zlari haqida Prezident Trumpning so'zlari istixborot tarmoqlarining tavsiyalariga xilof edi. Bu Trumpning bo'layotgan ishlarni tushunmaganligini ko'rsatdi dedi.